Hurmatli studentlar, avvalambor hammangizga assalomu alaykum. Bugun siz bilan birgalikda O'zbekiston tarixi, O'zbekistonning eng yangi tarixi fanidan ochiq dars bizlarda. Ko'rib turganingizdek, mana mavzuyimiz mustaqillikka erishish arafasida O'zbekistondagi ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar. Bu mavzu bugun sizlar bilan 80 minut davomida, 80 daqiqa davomida sizlar bilan birgalikda ushbu mavzu haqida gaplashamiz va sizlarga qo'limdan kelgancha batafsilroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Endi O'zbekiston bilasizlar 1991-yil 31-avgust sanasida o'zining mustaqilligiga erishgan, to'g'rimi? Mana rasmda ko'rib turgan mana shu inson kim? Islom Abdug'aniyevich Karimov. Kim u? O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti, to'g'rimi? 2016-yil vafot etgan, to'g'rimi? Ushbu inson bizni davlatimizni mustaqilligini qozonishda, mustaqillikka erishishimizda xizmatlari juda katta, to'g'rimi? Chunki davlat 1990-yillarda shu darajada inqiroz yoqasiga kelgan ediki, ya'ni hech bir agar davlat boshida kuchli lider bo'lmasa, kuchli prezident bo'lmasa, davlatda ma'lum darajada tinchlik hukm surmasligi, u yerga ekstremist yoki terroristik kuchlar kirib kelishi mumkin edi. O'shani oldini olgan ushbu birinchi prezidentimiz bobomiz Islom Abdug'aniyevich Karimov, to'g'rimi? Chunki bittagina O'zbekistonda emas, 91-yillarda ko'pgina davlatlar, masalan, Tojikiston, bu yerda Ozarbayjon, Armaniston singari davlatlar ham o'zining mustaqilligini qo'lga kiritgan, ammo u davlatlarda tinchlik hukm surmagan 95-yil, 96-yil, hattoki 2000-yillargacha. Ammo bizda aksincha, Xudoga ming shukrlar aytamizki, bizda tinchlik bo'ldi, to'g'rimi? 90-yil, 2000-yil umuman O'zbekiston Respublikasi o'zining mustaqilligini qo'lga kiritgandan buyon. Endi bu tahsinga sazovor ishlar, albatta bu Karimov tomonidan birgina tinchligimizni ta'minlash bu yoqda tursin, bu davlatimizni ijtimoiy va iqtisodiy tomondan rivojlantira olgan bu shaxs. Albatta 90-yillarning birinchi yarmida, asosan 95-96-yillargacha davlatda juda chuqur iqtisodiy inqiroz, juda iqtisodiy mushkul yillar bo'lgan, ammo o'shadan omadlar chiqib ketgan. Endi Karimov, Islom Karimov 2016-yil 2-sentyabr sanasida vafot etdi, to'g'rimi? 2-sentyabr kuni olamdan o'tdi. Va undan keyin kim prezident bo'ldi? Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, to'g'rimi? Bu shaxs agar sizlar ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib boradigan bo'lsalaring, bu shaxs, ya'ni Shavkat Mirziyoyev kecha yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlariga bordi, to'g'rimi? Ko'rdingizmi? Ijtimoiy tarmoqlardan, televizordan ko'rayotgan bo'lsangiz, Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari va shuningdek O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham Vashingtonda Donald Tramp, AQSh prezidenti Donald Trampning qabulida bo'ldi. Ya'ni katta sammit o'tkazildi. Endi bu shaxsni ham bizni tariximizda tutgan o'rni juda beqiyos. Albatta bu shaxsni yuritgan siyosati, Karimovning yuritgan siyosati va Shavkat Mirziyoyevning siyosati albatta vatanimizni rivojlanishiga o'zini katta hissalarini qo'shgan. Endi har bir davlat mustaqil bo'lgan payti o'zini davlat nishonlariga ega bo'lishadi, to'g'rimi? Davlat nishonlari deganda nimani nazarda tutamiz? Gerb, madhiya, bayroq, to'g'rimi? Xo'sh, endi mana bu rasmlar bizlarni bayrog'imiz va gerbimizni tasvirlagan, to'g'rimi? O'zbekiston Respublikasi, to'g'rimi? Endi sizlarga savol, O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qachon qabul qilingan? 1991-yil 18-noyabr. Endi roq borasa bir oydan keyin bizni bayrog'imizni qabul qilgan sanasi nishonlanadi, to'g'rimi? Bugun 22-oktyabr. Xudo xolasa bir oydan keyin nishonlanadi. Endi bu yerda yana gerb ham tasvirlangan. Bizning davlat gerbimiz qachon qabul qilingan? 92-yil 2-iyul sanasida, to'g'ri aytasizlar. Endi bu yerda biz madhiyamizni rasmini keltirishimiz shart emas, uni hammamiz chin qalbdan kuylaymiz, uni aytamiz, to'g'rimi? O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi qachon qabul qilingan? 92-yili 10-dekabr sanasida, to'g'rimi? O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi
Nullaning, to'g'rimi? Musiqasi? Mutafakkir Burxon, to'g'rimi? Shunaqa emasmi? Endi bilasizlar, buni aytishyapmiz. Endi davlat nishonlari albatta har bir davlat mustaqilligi, uni suverenitetini tasdiqlashda juda ham katta ahamiyatga ega. O'shaning uchun biz har doim o'zimiz davlatimizni o'sha davlat simbollari, davlat nishonlari qachon qabul qilindi, qaysi sanada qabul qilinganini biz har doim o'zimizni yodimizda tutishimiz shart. To'g'rimi? Qo'shilasizlarmi mening fikrimga? Shunaqa. Endi bu rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasining territoriyasi, ya'ni hududi, to'g'rimi? E'tibor berib qarasalaring, O'zbekiston Respublikasida nechta viloyat bor? 12 ta, to'g'rimi? Endi O'zbekiston Respublikasi tarkibida suveren yana bitta avtonom respublika bor, to'g'rimi? U Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni 12 ta viloyat va bitta respublikadan iborat O'zbekiston Respublikasi, to'g'rimi? Bu yerda mana bu yashil rang Qoraqalpog'iston Respublikasi hisoblanadi, to'g'rimi? 12 ta viloyat bor. Bizlarda 12 ta viloyatni sanab o'tadigan bo'lsak, ular Navoiy, xo'sh, bir chetdan sanaylik. Toshkent, Vodiy tarafdan kelamiz. Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent viloyati, Sirdaryo, Jizzax, xo'sh, Samarqand, to'g'rimi? Qashqadaryo, Surxondaryo, Navoiy, Buxoro, Xorazm, to'g'rimi? Xorazm oblasining viloyatlaridan tashkil topgan bizning respublikamiz. Bizning respublikamiz bir qancha davlatlar bilan chegaradosh, to'g'rimi? Har bir suveren davlat o'zini belli bir miqyosda davlat chegaralariga ega bo'ladi va bu chegaralar albatta juda qattiq nazorat qilinadi. Endi O'zbekiston Respublikasi nechta davlat bilan chegaradosh? 5 ta, to'g'rimi? Qaysi 5 ta davlat? Qozog'iston Respublikasi bizning shimoliy va shimoliy g'arbiy tomonimizda. Ikkinchi Tojikiston. To'g'ri, Tojikiston bizning sharqiy, janubiy, sharqiy tomonda bu yerda. Keyingisi Turkmaniston. Turkmaniston qaysi tarafda? Janubiy tomonimizda, to'g'rimi? Keyingisi Qirg'iziston. U bizning sharqiy tomonimizda, to'g'rimi? Keyingisi 5-davlat bu Afg'oniston. Afg'oniston Turkmanistonga o'xshab janubiy tomonimizdan chegaradosh. Ammo bu ikki davlatni nima ayirib turadi? O'zbekiston bilan Afg'onistonni Surxondaryo viloyatida yo'q, Surxondaryo viloyati. Ya'ni Amu daryo ajratib turadi. Ya'ni daryoni narigi tarafi Afg'oniston, bu yoq tarafi O'zbekiston. Bu yerda chegara yo'q. Tushunasizmi? O'zbekiston hududiga kirib kelgan tomonda chegara postlari bor. Afg'oniston tomonida ham shunday. Endi baribir ham har bir davlat bilan chegaralarimiz baribir ham juda qattiq himoyalanadi. Chunki O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida yozilgan, ya'ni harbiy doktrinada O'zbekiston Respublikasining har bir xalq yeri berilmaydi va bu davlat tomonidan juda qattiq nazorat qilinadi deb berilgan. Shuning uchun biz o'z vatanimizning chegaralarini harbiy kuchlarimiz tomonidan Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari oliy bosh qo'mondoni hisoblanadi. To'g'rimi? Har bir davlat o'z suverenitetini, mustaqilligini qo'lga kiritgandan keyin uni xavfsizligini ta'minlaydigan eng asosiy narsa nima? Qurolli kuchlar sanaladi. To'g'rimi? Albatta O'zbekiston Respublikasi ham o'z navbatida juda kuchli, qudratli armiyaga ega. Bu vatanimiz haqiqatlarini har bir daqiqa bizni tinch va osoyishta yashashimizni nima qiladi? Ta'minlaydi, to'g'rimi? Endi O'zbekiston Respublikasi bu yerda men yana bitta rasm chiqarmoqchi edim, ammo unga yaxshiroq rasm topa olmadim. Endi O'zbekiston Respublikasi poytaxti qaysi shahar? Toshkent shahri, to'g'rimi? Hozirgi kunda bilasizlar, O'zbekiston Respublikasida qancha aholi istiqomat qiladi? 39 million bo'ldimi? 35. Yo'q, 35 million. 4 yoki 5 yil avval 35 million. Hozirgi kunda 37,5
million aholi istiqomat qiladi rasmiy. 2025-yilning ma'lumotlari bu keyingi yillarga borib 38 millionga ko'paysa kerak. Bu juda katta o'sish, to'g'rimi?